Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xattabi Qurolliq qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 18-qism. Haqiqatda 1924-yili Fransiyaliklar atalmış isyon qilish deb nom qo'ygan Xattabi qo'zg'olonini yo'qotib tashlash uchun jangga kirishni qaror qilishdi. Rif chegaralarda turayotgan qo'shinlarga yordam avatib, har qaysi markazlari va ba'zi qurg'onlarini puxtaladi. Rif hukumatiga qarashli Varga rayonining g'arbiy qismidagi Vizan iqlimiga tajovuzchilik harakati qo'zg'adi va 1924-yilning boshlarida bu rayonni ishg'ol qilib oldi. Ondan bu joyni har qanday hujumga qarshi puxta mudofaalashtirdi. Mag'rib Saodat gazetida kelishicha, shu vaqtdagi Fransiya hukumat raisi Merio Rif qo'zg'olon harakatiga elib borgan tajovuzchilik qilmishini mundoq deb aqlagan. Shimoliy oldingi safda rifliqlarning harakatiga faqat qonuniy huquqimizni va bizga saodatmand fuqarolarning manfaatini qo'g'dash uchun elib boramiz. Haqiqatda Fransiyaning qo'zg'olonga qarta tajovuzchiligidan boshqa nurg'un razil niyatlarining borligidan darak beradi. U bo'lsa-mu ispanlarga varis bo'lib ishg'ol qilish va qo'zg'olonchilarni yo'qotgandan keyin Mag'rib shimolini besib olish. Bu tamamen Birinchi Dunyo urushidagi Ispaniyaning razil niyatiga o'xshab ketadi. Fransiyalik yozuvchi Androh Berton Fransiya Omataniya gazetida Fransiyaning razil niyatini ta'kidlab mundoq yozadi. Fransiyaliklar Xattabining g'alaba qilishini xohlaydi. Bundoq bo'lganda Shimoliy rayon bo'shab Fransiya ishg'olatiga yo'l ochiladi. Oldingi bobda kelgandek, haqiqatan qo'zg'olonchilar bilan Fransiya o'tirsida 1925-yil aprel oyida harbiy to'qinish yuz bergan bo'lib, fransiyaliklarga nisbatan bir fojia bo'lgan edi. Chunki fransiyaliklar ig'ir mag'lub bo'lib, Tara va Fas qatorliq Fransiya kontrolligidagi asosiy markazlarga tahdid bo'lgan va qo'zg'olonchilarning nufuzi texmi ko'paygan. Buning tafsiloti keyinchi keladi. Aprel va iyun oylari orasida bo'lgan janglarning hammasi Xattabining manfaatiga bo'lgan edi. Dal u vaqtda fransiyaliklarmo qiyin saylam o'tkili bilan sotsialistik partiyalar va mustamlik janglarini qo'llamaydigan so'lchil partiyalar orasidagi kurash to'lg'aqini yaratdi. Bu ilgirmo Fransiyadan yordam kelishni to'salg'uga uchirtdi. Shunda qilib Fransiya bu janglarda moddiy, ma'naviy jihatda ko'p holsirdi. Hattoki Fas va toza tarafdagi Keynisar mudofaa liniyasi tarafga chekinishga majbur bo'ldi. Shundan keyin Rifqa o'zi yolg'iz sinib kirishga pedonolmadi. Chunki fransiyaliklar bu Rif qo'zg'olonini faqat birla davlatning kuchi bilan yo'qotqilib bo'lmaydiganligiga haqiqiy ishongan edi. 1925-yili va 1926-yil orasida Ispan va Fransiya ishg'ol kuchlari sharq, g'arb, janub va shimol hamma tarafdan umumyuzlik besib olish uchun hozirlik ko'rdi. Bu haqda keyingi boblarda so'zlaymiz. Mushundaq ahvoldami qo'zg'olon qo'mondonlik xotlimi hatto bu janglardan keyinmi fransiyaliklar bilan munosabati orasida bir ko'rik qoldirib qo'yishga herisman bo'lgan bo'lib, o'zining tinchligini umumlashtirish va kelishim tuzishga bo'lgan rag'batini ifodalagan edi. 1925-yili iyunda Abu Muhammad Xattabi Fransiya parlamentiga risala avatgan bo'lib, bunular ta'kidlangan edi. Fransiyaliklar bizga o'zlari tajovuzchilik qildi. Xalqimiz faqat o'z erkinligini qo'g'dash uchun urush qiladi. Bizning shuarimiz bo'lsa, majburiyatimizda deb urush qilish. Haqni qo'g'dash va urushdan bo'lgan maqsad boshqa xalqlarga o'xshash, hur va mustaqil yashash. Qo'shni davlatlar bilan ijil inoq o'tish va fransiyaliklarning tajovuzi, ig'vogarchiligi, rayondagi ochko'zligi va ularning tushuncha hosil qilishga roy yo'qligini ham ilgari surgan bo'lib, mundoq degan. Agar ular ozroq diqqat e'tiborni bergan va tushunish hosil bo'lgan bo'lsa, hozirgidek jang xarobchilikqa tushib qolmagan bo'ladi. Atrofimizga barliq qo'shni davlatlar bilan do'stlik aloqasi o'rnatgan, yaxshi muomalada bo'lgan holda xotirjam yashash imkoniyati tug'iladi. Shuningdek, Xattabiy 1925-yil iyun oxirlarida o'zining Fransiya bilan tushunish hosil qilish rag'batini e'lon qilgan bo'lib, Tavritdagi Fransiya xalq nazoratchisi Jabrilning aytishicha, bu kishi Rif vaqalariga bak ko'ngil biladigan kishi bo'lib, u kishi Xattabiy bilan uchrashgan
va uningga Rif bilan Fransiyaning hozirgi vaziyatidan afsundiganligi va o'zining tinchlikparvar tarafdori ekanligini, o'zining tushunish hosil qilish uchun tirishqanligini va yana Rif xalqining ozodlik va mustaqillikqa qarta orzulari yo'q bo'lmasligi uchun suhbatlashishga har vaqt tayyor ekanligini ta'kidlagan. Va Fransiyaliklar bilan jangning boshlanish sababining Beni Zoraval rayoniga tajovuz qilib, bu joyni qo'zg'olonchilar Fransiyaliklarning hech qanday markazlariga hujum qilmasimi, kurash aeroplanlar bilan bombardimon qilganligiga ishora berib o'tgan. Shuningdek, Xattobiymi Fransiyaliklarning Rifqa embargo yurgizganligini furitib o'tgan edi. Mushundaq bo'lishi qaramasdan, u har vaqt sulhiga tayyor edi va buning yo'li faqat Fransiyaning Rif mustaqilligini e'tirof qilishi va buning asosiy shart ekanligini ko'p qatim ta'kidlagan edi. Rif hukumati elib borayotgan diplomatik faoliyatlarning hammasi toki 1925 yil oxirigacha suzilgan urushlarni mangulik to'xtatish deganlik emas edi. Bu holatlarning davomlashishiga xalqning hamkorlashishi va uyushishi turtki bo'lgan edi. Chunki qo'zg'olonga Tasul Baronis va Girnafa qatorliq Tozaning shimoliy rayon qabilalari a'zo bo'lib qatilgan edi. 4. Mag'rib hukumatiga qarta tashqi siyosati. 20 asrning avvalgi 10 yilida Rif qabilalari va Mag'rib markaziy hukumatining munosabati ko'p hollarda qalaymaqon holda davom etgan edi. Chunki oxirgi vaqtlarda hukumat ispanlarga qarshi isyon qilib, ispan markazlari va kemalarga hujum uyushtirganlarni surishti qilish bahonasida Rifqa bir qancha qatim adablash hujumi qo'zg'algan edi. Bu hujumlar markaziy hukumatni ko'p qiyinchilikqa uchratgan bo'lib, ularni o'zri aytish va ziyonni to'lab berishga qistab qo'ygan edi. Rifni ishg'ol qilib olgan hukumat 2-oyda isyonkorlarni isqo'g'lash bahonasida aholilarni bulang-talang qildi. Bu tajovuzchilik shiddatli bo'lib, haq-nahaqni asla ayirmaydi. Mushu siyosatlar sababli Mag'rib shimolidagi Mag'rib hokimining kuchi yo'q deyarlik shaklda ojizlab ketdi. Va yana shuningdek Mag'rib hokimining Fransiya himoyasiga o'tishi va uning ishg'oliyatining kelishimlarining ijro qilishiga ahd berishi qabilalar va qo'zg'olonchilar orasida bu kishining qimmatini va nomini yo'q deyarlik darajada tuvalatib qo'ygan edi. Mushundaq bir sharoitda Xattabiy Mag'rib yerlik hukumatning itoatiga kirishni asla qabul qila olmaydi. Chunki bu narsa Xattabiyning ko'krak kirib maydonga chiqqan qimmat qarashiga tubdan zid keladi. Haqiqatan Xattabiy yillarcha siyosiy erkinlik va mustaqillik uchun kurash qildi va o'z sabdoshlari bilan xususan Rif va umuman musulmon ziminidan chet el ishg'oliyatini qo'llab chiqarish yo'lida jihad qildi. Shunga qandaqsiga ishg'oliyatning nufuzini kuchaytirib, asosini puxtlaydigan siyosiy sistemaga kirishni qabul qila olsin. Ko'pincha siyosiy tahlilchilar bu yuzlanishni bo'lginchilik da'vosi deb qaraydi. Lekin bu amaliyotda Xattabiy harakati, uning ideyasi va obrazini tafsiliy tadqiq qilgan kishiga nisbatan asla undaq emas. Chunki Xattabiy boshli Iroqni ko'rarlik bilan ish tutgan edi va musulmonlarni birlashtirishga chaqiriq qiladi. Agashkuchilarga islom dunyosining xil-muxil rayonlaridagi ummatning holini doim aslatib turadi. Buning dalili uning harakatini Bani Viryag'il qabilasidan Rifni birlashtirishdan boshlab Mag'rib shimolidagi arab qabilalariga tutashtirishi va Liviya, Tunis, Odiriya, Mag'rib, Mauritaniya qatorliq Mag'ribning barliq rayonlarini ozod qilishga chaqiradigan bir hayat yo'q bosqichlarda bu harakatni o'zi yetakchilik qilishidir. Uning chiqargan barliq bayonotlaridan shu ma'lum bo'ldiki, u Rifning Mag'ribdan ayrim mustaqil bo'lishini ko'zlagan. Ki mutlaq qilganda Mag'rib hokimiga qarshi isyon ko'targan yoki o'zining bu harakatini boshqa islom isyon harakatlari qatoriga tizilib qilishidan saqlangan va hokazolar. Bularning hammasi Xattabiy tushungan chaqiriq siyosat emas, balki ko'zlangan strategiyalik nishonga minish jarayonida tashqi dushmanning ozaytish taktikasidir. Ko'zlangan nishon bo'lsa-mu, Mag'ribning hamma rayonlarini ondan barliq islom olimini ishg'oliyat tajovuzdan ozod qilish edi. Xulosa, Xattabiy yuqorqi so'zida ifodalagandek salbiy ma'nodagi bo'lgunchi unsur bo'lmagan va barliq hayotida na bir irq, na bir mazhab, na bir mutaassiblik fikrida bo'lib boqmagan edi. Balki Iroqni ko'rar, qorni ko'ksi kang, ummatparvar kishi edi. Uni Mag'rib hokimining itoatiga kirishni to'sib qo'ygan birdan bir narsa faqatla soxta erkinlikni emas, balki haqiqiy hurlikni xohlaydi.
Shu vaqtdagi barliq Mag'rib yoki Arab Mag'rib hokimlarining hammasi degudek o'z xalqining taqdir qismati badiliga taxtini mustahkamlash uchun xizmat qiladigan bo'lib, ishg'oliyatning sodiq quliga aylangan edi. Shunglashqa Xattobiy Mag'rib hokimlarini ishg'oliyatga bo'ysunadigan bir rayon yoki uning bir qism deb qaraydi. Shu vajidan Xattobiy ular itoatiga kirishni keskin rad qilgan. Va yana ular bilan to'qinish yoki adovatlashib qilishni ham maqsad qilmagan bo'lib, balki ko'p qatim ularni mayil qilish, ko'nglini tutish va surkilishni azaytishga uringan edi. Buning dalili u Rifda amir bo'lib tayinlangan vaqtda o'zining Mag'rib hukumati bilan dushmanlashish va adovatlashish niyati yo'qligini isbotlab, hokim Yusuf ibn Hasanga ba'zi simovul xarakterlik hadiyalar bilan birga pochta tiz yo'llanmasi avatgan edi. Muhammad Azarqon Xattobiyning mundaq deganligini naql qiladi. Bizning xo'jimiz Yusufga xat yozg'um va uningga taqdim yetgunicha hadiya avatgun bor edi. Bu bizning hokimga din bizga ruxsat qilgan shaklda itoat qiladiganligimizni amallashtirish uchun edi. Xususan, xalq bizga bay'at bergan vaqtda hokim bizni itoatdan chiqqan deb o'ylagan edi. Ammo xat avatish orqali tuman yo'qoldi. Manbalarda kelishicha, Xattobiy jihad qo'mondoni bo'lib tayinlangandan keyin yordamchisi Muhammad Bujabborni bu kishini moliya ministri kotibi edi. Bilad shahriga hadiyalar bilan elchi qilib avatgan bo'lib, bu shahar ishlarning tizginini tutgan qo'mondonlarning bazasi edi. Pastdan kelgan o'mak Ribot degan joyga kelgan bo'lib, Bujabborga sulton bilan uchrashish va hadiyani qabul qilish nisb bo'lmadi. Shuning bilan Bujabbor Rifqa quruq qo'l qaytdi. Hadiyalarni pastdagi yerlik kengashga xizmat qiladigan Muhammad ibn Abbosning kuyovli Abdul Aziz G'uloning yanida qo'yib qo'ydi. Ayon bo'lishicha, bu safar 1342-yili 1-oyning 28-kuni bo'lgan, ya'ni 1923-yili 10-sentabr kuniga to'g'ri keladi. Asosliq vazifa Kolonel Shashtoni bilan aloqalash uchun Fasni Marshal Lioti va sulton bilan aloqalash uchun Ribot shahrini, Fransiya hukumati bilan aloqalash uchun Farijni ziyorat qilish qatorliqlar edi. Va ziyoratning nishoni sultonga hadiya berish, uni mustamlikning foydasiga xizmat qilishdan yoltishga qanoat qildirish. Uningga Xattobiy va uning agashkuchilarining vaqasini chet el ishg'oliyatidan qutildirish uchun Mag'rib xalqini birlashtirishga qiziqtirganligini ifodalash. Fransiya muxbirlari kutib olish yig'inining birida Xattobiy o'zining Fransiya va sulton haqidagi maydoni haqida boshqalar sizni maxfiy varg'adagi Fransiya markazlariga hujum qilib tartib olish va u yerdan keyin pasqa ilgirlaydi. Chunki kishilar sizga Shayx Idrisda butun Mag'ribga sulton deb bay'at bergan deyishayotdi. Bular rasmi deb so'ralganda Xattobiy javob berib, bu aqldan adashganlarning so'zi. Alhamdulillah, mening aqli hushim joyida degan. Yana shundoq degan. Men Xo'ja Yusuf bilan necha qatim xat aloqasi qildim. Xatimda ispanlar tajovuziga chek qo'yish taklifini bergan bo'lsam-mo, bir qatim javob qaytarmadi. Arqama-arqa kelgan g'albalardan 4 yil o'tib, Xattobiy o'zining Mag'rib sultoniga bo'lgan siyosatida har doim yumshoq yo'lini tutgan. Lekin sulton Fransiya kuchlarining ko'p qatim kuch kiritish bilan Xattobiy yetakchilik qilgan ozodlik yanglari haqida salbiy bayonotlarni chiqargan edi. 1925-yil iyulda Fransiyaga qilgan xitobida men hargizmi Xattobiy bilan muomala qilmayman va sizlardan Mag'ribni bu isyondan qutuldirishinglarni umid qilaman degan edi. Hurmatli anglovchilar, Xattobiy qurolli qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobning anglatishi bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Alloh omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.